1 belgisi nima ekan? Oldiga qo'yiladigan. Qara, ogohlantiruvchi birinchi komanda hisoblanadi. Hammasi bir raqam, tartib raqami, mana boshda raqami nima ekan? 1 bilan boshlanar ekan. 1 degani birinchi komandaning birinchi belgisi. Temir yo'lda anaqasini, poyezdda anaqasini ko'rsang nima bo'lar ekan? Ozodbek? Qanaqa borligini bilasiz. Poyezd yo'li borligini bilasiz. Yo'q, qanaqa poyezd yo'li? Shlagbaum bilan jihozlangan yo'lga jihozlangan poyezd yo'l borligini, temir yo'l borligini. Keyingisi qanaqa borligini ashib. birinchi komandaning ikkinchi belgisi nima? Shlagbaum bilan jihozlanmagan endi temir yo'l kesishmasi. Keyingisi oldinda boshqariladigan qurilma bor. Bu ham poyezd yo'llariga o'rnatilar ekan. Birinchi belgining birinchi komandaning 3-belgisi. Endi mana nima endi mana 1 3 1 qilib qo'ydi. Mana nima endi. Birinchi guruhning 3-belgisining birinchi ko'rinishi bo'ladi. Mana ikkinchi ko'rinish, ko'rding? Ikkita ko'rinishda iborat. 3-belgisi ekan. Birinchi komandaning birinchi ko'rinish, ikkinchi ko'rinish. Bu nima degani edi, Ozodbek? Bu anaqa poyezd yo'li borligini Shlagbaum bilan jihozlangan bir izli temir yo'l kesishmasi borligini. Bu ko'p, 2 va undan ko'p bo'lgan shlagbaum bilan jihozlangan. Mana ular nima edi? 3 taliga poyezd yo'liga yetishga qo'ygan 150 metr. Har bitta donasi 50 metrdan 150 metr, 100 metr, 50 metr. Bunda 3 talikda quvib o'taverasizlar ekan. Bunda quvib o'tish mumkin emas, bunda to'xtash va to'xtab turish mumkin emas. Xo'p, mana 1.5chi. 1.5 anaqalarga. Tramvay yo'li bilan kesishuv. Keyingisi mana osimi? X 1.6 yo'l belgisi bu. O'ng qo'l qoidasi, o'ng tomondan kelayotgan transport vositasini qo'yib yuborishing kerak.